Musa alayhisalomni oldilariga bir ayol kelib yig'lab turib iltimos qilgan ekanlar. Ya Nabiyalloh, duo qiling, Alloh menga bir farzand ato qilsin. Musa alayhisalom duo qilgan ekanlar. Robbim, mana shu ayolga bir farzand ato qilgin deb. Lekin u qizga farzand bermabdi. Alloh azza va jalla Musa alayhisalomga, "Ya Musa alayhissalom, bu ayolni taqdirida men aqim qilganman, bepusht qilganman. U bola ko'ra olmaydi" deb marhamat qildi. Musa alayhisalom hayron bo'libdilar va kelgan ayolga, "Qizim, men duo qilaman, ammo lekin sizga Alloh farzand bermas ekan, taqdiringizda shu yozilgan ekan" debdi. Ayol yig'lab ketibdi. Oradan yana bir muddat o'tib yana ayol kelibdi, yana so'rabdi, "Ya Nabiyalloh, axir siz payg'ambarsiz, duolaringiz qabul bo'ladigan zot, duo qiling, Alloh menga farzand ato qilsin" debdi. Musa alayhisalom yana Allohga duo qilibdi, "Robbim, mana shu ayolga bir farzand ato qilgin." Alloh, "Ya Musa, ey mening payg'ambarim, ey Musa alayhissalom, bu ayolni men bepusht qilganman, taqdirda farzand berilmaydi." Bu gapni eshitib ayol zor yig'lab ketibdi. Oradan bir qancha muddat o'tib, Musa alayhissalomga o'sha ayol yo'liqibdi. Qarangki, qo'lida bir farzand bor ekan. Musa alayhissalom, "Bu kimni farzandi?" deb so'radi. "O'zimniki" debdi ayol. "Alloh berdi. Siz bola tug'dingizmi?" "Ha, Alloh menga shu farzandni ato qildi" debdi xursand bo'lib ayol. Hayron bo'lgan Allohning rasuli Nabiyulloh Musa alayhissalom Allohga munojat qilib, "Ya Robbim, axir bu ayolni sen bepusht qilganman taqdirida degan eding-ku, farzand ko'ribdi" dedi. Shunda Alloh, "Ha, ey Musa alayhissalom, men bu ayolni taqdirida bepusht qilgan edim. Men har safar bu ayolni taqdirda bepusht qilganman desam, bu ayol mendan rahmatimni umid qilib duo qilaverdi. Oxiri mening rahmatim qudratimdan g'olib keldi va men bu ayolga farzand ato qildim" degan ekan. Azizam, go'zal qizim, noumid bo'lmang. Allohning rahmatidan umid qiling. Allohdan so'rang, duo qiling. Alloh sizga farzand ato qiladi inshaalloh.